Assalamu alaikum tuğanlar. Sizler menen bu çıkarılışta Dostluğu kanalı болады. Bugün 29 yanvar 2023 жылдың туğanlar. Men buyursa Mol bazarдағы buqalar tartып көрсетем туğanlar. Qancha oldu ekan şul? Ikkitasi 160 euro. 160 ming so'm tuğanlar. Bu ikincisi ekan. Bağa turgan buqalar ekan negisi. Arıq-arıq. Qarаңыздар. Onlar bizning kanalga qattалбагандар söz qattалып koyuңuzlar. Söz qattалып koyuңuzlar туғандар. Men hazır жаш өспүрүм торпокторда тартып өтөм. Qancha ekan aka buqa? Yo'q, endi tanishamiz. 120 deyapti. 120 ming so'm, ha? Jashi qandaymi? 2 jash. 120 ming so'm ekan. Вот, buna. Şeker tartib qo'ying-da. Tak, bu qancha ekan aka bu? Hangisi ekan, ha? Şeker tartib 1000 ta like. Bu 110 ming so'm ekan to'g'onlar. Unaqa taplarnilar. 1000 ta like tushadi. To'g'ri, to'llaydi tortib. Bu to'g'onlar. Bu 110 ming so'm ekan. Tak. Laqchaq. Qaysini so'rab o'tasizlar? No, qancha oldi aka bolasi? 94 ming so'm beryapti. 94 ga bermaydi. Tak. Olsa aytыңызlar to'g'onlar nimaga? Mol kimdan ekan aka? Tepekçandami? Ha. Nima bo'yini ko'rasiz? Bo'yini ko'rasiz aka? Ha? Ma to'g'onlar ko'rib olingizlar, bo'yini o'lchab ko'radi ekan hozir. Saldan chiqarasiz bo'yini. Bunu menen nesini bilse bo'ladi aka? Nesini bilse bo'ladi? Qancha chiqib berdingiz? Bor ve o'sha orqasidan Ha? bilsan dara chiqarasan. Aka qancha chiqdi vesi shunda? Bo'ldi 489 89 kilo. Ha, toza vesi bo'lar o'shanda? 489. Jigoy berdi. Ha, 489. Alanda 89 kilo kelib o'tadi. 9 kilo nari berdi. 9 kilo nari bersan hali. Eminlerden qancha chiqadi so'rasan. Ha? Shundayda olib olishingizlar kerak ekan to'g'onlarcha, bozordancha. Prezent. Shuni uylanib olsangizlar o'zingizlarga o'ng'ay bo'lib, negizi to'g'onlar. Yaxshi narsa ekan. 489 kilo chiqdi shu to'g'onlar. Ha, bunday taroza tarpayt kestirda, sıra video qancha ves o'sha qarab sotaverasizlar da. Tak, majirda ne oldu aka? Qaysi bo'ldi aka? Ya qaysi buqa bo'ldi aka? Mana buqa bo'ladi. Buni oldi. Qanchaga chiqdi bo'lsa? 72 dan berib aytadi. 72 mingdan. Yo'q, kilosiga. Ha, kilosiga 472 so'mdan bu. 200 Ha, 272 so'mdan to'g'onlar. Живой versiga da. Ha. Живой versiga. Tak. Ha, taroz kimdan edi? Na to'g'onlar. Molga 50 so'm ekan, qo'yga 30 so'm ekan to'g'onlar. Taroz. Assalomu alaykum. Tak, men boraverayin to'g'onlar. Shul torpoqtor tortamanmicha. Sizlar ko'rib turingizlar. Hozir men torpoq bozoriga o'taman. Oho, torpoqtor qanchadan ekan aka? Eski kim ekan? Ha, nima? Qaysi? Ana suylash turganmi? Ha, kamzirmi? Ha, bo'ldi. Ha, suraysiz to'g'onlar, jalon erkak torpoqtor ekan. Assalomu alaykum. Qanday sog'siz? Sizni ko'zingiz. Torpoqlar sizdanmi? Qanchadan dodasiz bularni?
Ha, pulini. Bo'la turgan qo'lga tegishi. Qo'lga teg. Bardığını olanga je bitta lampa. Kelsa bu. Maçadan aytib ko'raman. Dönüge 57 dan da o'tan. 57 dan. Bu Rossiya paradasi o'shunda? Rostov. Rostov. Telefon meqlozim, qo'sh ko'rib qolganlar, qiziqqanlar, telefon olib qo'yib olsin deganlarga. Yo'q, bozorga kelib. Bozorga kelaveradi-da? Telefonda bitishgan. Kesin karvanga olsin. Bo'ldi to'g'ri. 59 dan dedingiz? 57 dan. Ha, 57 ming so'mdan ekan. Bozorga kelaverasizlar, ovqatni. Torpaq bozoridan to'g'ri. Ha, bu yoqda negizi to'g'rilar jalang olingan torpaqlar bu yerda. Bu yoqda jalang sotiladi. Qanchada o'tasiz aka? 75 ming so'm. So'radi bozor aka. 67 ming so'radi. Yaxshi. Semiz ekan bu. Tak, non bilib qo'yilchi mana. Qanchadan bo'ldi aka shular? 68 bo'ldi. Qaysi? 68 ming. Erkek ekan. Buncha mana urg'ochilar aka, gunochilar. 39 ming so'm olibdi shu. Ha, menmi? Tak. Qancha oldi aka shu torpaq? O 88. 88 ming bo'lib turibdi. Ikki torpaq qo'nlar. Biliyorsun ha. 88 ming so'm. Qancha oldi aka shu? 51,5. Ozmen. Qancha ekan bu torpaqlar aka? 100 ming ama. Junovi. Qanchadan bo'ldi aka? 155 ming bo'lib turadi to'g'ri. Avval qanchada o'tasiz aka? Qancha? Qancha deysiz aka? 70 ming so'm. Qaysi sotildi aka? Qaysi? Qancha aka? 42 ming so'm. O, suzat ekan-a? 42 mingga ketdi. Ketdi mana to'g'ri. 200 so'm kam bo'ldi. Bozorga qancha ketdi shu? Qancha ketdi? 200 kam 43. 43 ming bo'ldi. 43 ming. Biz yashar. Dehqonchilik ekan-a? Dehqonchilik ekan to'g'ri. Ya bu yerda mayda torpaqlar bo'lsa-da to'g'ri. Qanchadaysiz bu? 40 kam vardı. 40 kam var. 40 ming kam var. Televizyon açasın verin. Qanchadaysiz buni aka? 55 deyim, kam var. 55. So'radi qancha keldi aka? Soyib qarangiz sizga to'g'rilaymi bu? 55 ming kam bor ekan. 1,5 jash o'xshaydi, ha? 1 jash. Yaxshi. O'tib ketaylik aka. Qancha tortib qo'yaman? Qancha ekan boqsi buni? 35. Qancha keldi? Qancha so'radi? 28 so'radi. Yaxshi. Narx qancha ekan aka? 45. 45 dan qildi-ku. Chachma saydan keldi. Ha, 35 dan qilib turdi mana. Cho'ng. 1 2 3 o'na. Bo'l, siz tortma. Qancha so'rab o'tasiz aka? 29,5. 29,5.
Siz qancha dedingiz? 35 ga bor dedim aka. 60? 35 ga bor. Ha, 35 ming, ha? Yaxshi. Hozirlar qolib turadi, ha? Qanchaga so'rayapti aka? Surayda qoldi. Suraylarga qancha dedingiz o'zingiz? 40 ming. 40 ming so'm ekan. Qaysi bog'da aka? Ne oldu? Urg'achi va? Erkek. 19,5 ming so'm bog' bo'lyapti. Va ejam so'rayapti. Qanchaga bo'lsa oldi otasi aka? Ha? 22 ozmos kam. 22 ozmos kam bormi? Qaysi 22 kam bor? Buni qancha? Uni erkak. Erkek torpaqlar qanchadan aka? Maydalar. 27 ming so'mdan ekan to'g'ri. Qaysi torpaqa? Do'konovi. Bunaqa qancha berdingiz? 21 ming. 21 ming. Urg'achi? Erkek. Yaxshi berasiz aka. Erkek svetdi. Aha. Oho, buna. Bo'ldi aka. Olib satarmiz. Qanchadan dotasizlar aka? 26 dan berdi. 26 ming so'mdan. Bu yerda erkek urg'achi aralashtiruvchilarda erkak urg'achi ular. Erkak, ha? Erkek. 26 ming so'mdan sotyapti ular. Telefon olib. Tak, eshakni ham bilib qo'yaylik. Eshak qancha dodasiz? Men tortay. Eshak 7 ming. 7 ming. Erkak ekan-a? Bodik. Asa eshak uloq aytadi ekanda. 7 ming. Ev satmasangiz bu ekanda. Yaxshi.